Ko'pchilik pokiza dachaga topishga qiynaladim. Bugun men sizga pokiza dachani ko'rsatmoqchiman. Ichkiliklar taqiqlangan bo'lgan. Bu dacha Oqtoshda joylashgan bo'lib, doimiy biz oilaviy necha yildan beri kelamiz. Bunaqa dachadan 8 ta bor. Ko'p qarindoshlar kelib olib, ketma-ket dachani olib, hamma bittada dam olib ham ketsa bo'ladi. O'zini zali bor, mana bu yerda o'tirgan joyi bor. Bu yerda o'zi hamma sharoitga ega bo'lgan mana qishki oshxonasi bor. Bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerda o'zini mana hojatxonasi bor. Bu yerda bo'lsa o'zini mana dushlari bor. Bu yerda bo'lsa kattalarning o'zini mana yotoqxonasi, televizor, konditsioner, hamma sharoiti bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Bunaqa dachalar kamda barga pokiza bo'lgan. Mana bularni ko'ryapsizlarmi? 8 ta bunaqa dacha. Telefon nomeri opsiyasida qoldiraman. Bemalol ko'ringlar, mana 4 kishilik, mana bunisi o'zi 3 kishilik edi va bu yerdan chiqib kelganinglarda qaranglar, mana ko'ryapsizlarmi kattaligini zo'r komfort qilib qo'yilgandi. Mana yo'liga bor. Yo'lida bir nechta mashina bemalol qo'yib qo'yasizlar. Mana bu tapchalari, o'z anaqalari, mana tennis o'ynagan joylari, manimcha yozgi oshxonalari ham bor. Shashliklarni qilib, qozolarda o'zbekcha ovqatlarni qilib, maza qilib o'tirasiz. Eng ko'pchilikka yoqadigan joy mana detskiy basseyni bor. Mamutda bo'lsa, mana kattalarniki, bitta dachasi bor, usti yopig'i ham bor. Ya'ni basseyn ustida yopig'i ham bor. Telefon nomeri opsiyasida qoldiraman. Bemalol kelib, maza qilib dam olib ketinglar, aloqaga chiqinglar.